erkak kishi mo'ylovini mana bundoq qilib qilib sizgacha menga telefon qilishdi. Qizajonlar, bizda ranglar palitrasi yengil keldi. So'q rang, qizil, qora har xil rangda balshumerka penyoarlarimiz kelgan. Qaranglar, qanaqa chiroyli ko'kraklari ochuv model. Kecha menga telefon qilishdi. "Men deydi, sizga maslahat bermoqchiman" deydi. Mersi juda ham katta, qizlar, mana ko'ryapsizlarmi? Juda ham katta razmerga ko'rayotgan bo'lsanglar, merslari Rossiya nежный. "Men sizga maslahat bermoqchiman" deydi. "Uyalmaysizmi? Bunaqa narsalarni reklama qilgani" deydi. "Men uyalganimdan bunaqa narsalarni xarid qilmayman. Uyat bo'ladi, ayaya bo'ladi" deydi. Qarang, ko'kragi qanaqa chiroyli, qizlar, восхитительный, juda ham нежный. Kattaligini qarang, вообще нежный. Katta. Orqalarida mana bunaqa ipchalari bor, qizlar. Bunaqa narsalarni ko'rsam, men nima qilib o'tib ketaman deydi haligi ayol. "Men sizga opali maslahatim, bunaqa narsalarni sotmang" deydilar. Men ham aytdim keyin, sizga singilli maslahatim. Ayol kishi obzor qilganida olmasangiz, erkak kishidan ola qoling dedim. Sizga obzor qilib beradi. "Opajonim, sizga yarashadi. Qarang, asalligini qarang, mana buni" deb sizga erkak kishi obzor qilib beradi va siz o'shani olasiz dedim. Ayol kishi obzor qilganida, ayol kishi gulg'uncha qilsa-da, gulg'uncha qilsa. Qaranglar, qizlar, shunaqa ham asal model bo'ladi. Pastki qismlari mana bunaqa farfara, orqalari mana bunaqa ochuv bo'ladi. Rossiya ham chiroyli model. Ko'ryapsizlarmi? Orqasida iplarni yechib taqsa bo'ladi. Вообще нежный model. Ko'krak qismlaridagi ochuvligiga вообще o'ldim lekin, o'ldim. Qarang, shunaqa chiroyli narsa.